Biznesmen tadbirkor akalarning diqqatiga ko'chani yuzidan orqamda turgan mana shu zdaniya sotuvga qo'yilyapti. 4 etajli bo'lib, podvol, birinchi, ikkinchi etaj, terrasasi. Faqat terrasi bitmagan, qolgan joylar tayyor bitgan. Fasadi uzunligi 21 metr. Hozirgi kunda mana arendaga berib qo'yishgan ekan Shirinlik do'koniga. Lokatsiyani tushuntiraman. Bu yoqdan mana to'g'riga chiqib borsiz, Toshmi postigacha 2 kilometr keladi. Mana qurilayotgan zdaniya Ko'ksaroy jilo kompleksi bo'ladi. Bu mahallani Ko'ksaroy deyshadi. Ko'pchilik azaldan institut deb biladi. Endi sizlar bilan ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Bu joydan klinika yoki ofislarga berib foydalansangiz ham bo'ladi, ta'mizga qarab. Qani bitta xonasi to'pli polgacha qilingan. Xo'p, bu yoqdan pastga podolga tushiladi. Podol ham katta yaxlit yerto'la qilingan. Xo'p, bu yoqdan ikkinchi etajga chiqib ketamiz. Ikkinchi etaj ham kattagina xonalar alohida chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Hop, terrasamiz faqatgina 3-etaj terrasamiz remont qilinmagan bo'ladi. Zdaniyamiz 1200 kvadrat metr bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va podvoli 300 kvadrat metrdan. Narxini $1000 so'rashyapti kvadrat metriga. Yana ham kelishtirib berishadi. Akalarga pul zaril ekan. Men pastda egalarining raqamini qoldiraman. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar.